Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun sigirimiz ham kasal bo'lganiga 4-kun ketyapti. 4 kundan beri hech narsa yegani yo'q. Endi ichidagi temiri olishimiz uchun ichini tozalashimiz kerak. Hozir mana ertalab 1 litrga yaqin vino ichirdim. Endi mana shu yerda mana 5 litr sut keltirib qo'yganman, issiq sut. Yangi sog'ilgan sut. Mana shu sutdan hozir 3 litrni ichiraman. Xudo xolasa ertaga ichidagi temirni olishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa endi Xudoyim shifosini bersin, yaxshi bo'lib ketsin. Mana shu bolachasi onasiz qolib ketmasin ilohim. Mana 1 litr sutimizni ham solib oldim. Hozir shundan 3 litr ichiraman. Sigirimiz ham o'rganib qoldi. 4 kundan beri ana shu baklashkada ichaverib sut, ayron, dori darmon ichdi, Allahol, Amazon, o'xshagan qora dori ichib o'tkazadigan. 3 kundan beri ichadi shunaqa dorilari, suyuqliklari. Ana ikkinchi baklashkasini ham solib oldim. Hozir 3 litr ichiraman shundan. Men endi shuncha yil chorva boqib birinchi marotaba kuzatilishi, bunaqa kasal bo'lishi. Bu sigir bozordan olganman. Buni boqaman deb olib kelib 2 oy boqqanimdan keyin tekshirtirsam bu bo'g'oz chiqib qoldi. O'shaning uchun mana shu bolasi ichida kelgan. Menga lekin qisir deb sotdi. Shuning uchun molni aldab sotishmasa yaxshi bo'lardi. Shu bilan mana kelganiga ham 9-10 oy bo'lib qoldi. Sut bu albatta quvvat bo'ladi organizmga. Mana sutimizning 3-litrini ham quyib oldim. Hozir 3 litr sut ichiraman. Endi qolgan 2 soatdan keyin yana 3 litr ichiraman. Obedlarda soat 12larda yana 3 litr ichiraman.
Xudo shifosini bersin. Yaxshi bo'lib ketsin iloyim. Ertaga xudo xolasa doktorimizni chaqirtirib ichidagi temirni olamiz. Bolasi bechora kechadan beri emgani yo'q. Endi bir bozor turg'izdim sigiri. Och qolib ketgan ekan. Hech narsa yemagandan keyin sigirimizda suti ham qolmadi.